siz boshida farzandingizga siz istagan tarbiyani bermasangiz, misol uchun 1 deylik, bitta 1 raqamini olaylik. 1 raqami. Bu tarbiya 1 raqami. Orqasiga 0 siz uni yaxshi bog'chaga qo'yishingiz. Yana bitta 0 uni yaxshi maktabga berishingiz. Yana bitta 0 institut o'qishingiz. Yana bitta 0 biznes ochib berishingiz. Yana bitta 0 uylantirishingiz. Ya'ni birda orqasidan 0lar qo'shilaversa agar karrasiga o'sib boraveradimi? 1 edi 10 bo'ldi, keyin 100 bo'ldi, keyin 1000, ha? Keyin 10 000, keyin 100 000 bo'ladi, keyin million bo'lyapti, to'g'rimi? Karrasiga o'sib boryaptimi inson? Endi tasavvur qiling. Boshdagi 1ni ota-ona bermadi. Tarbiyani. 0 bo'ladi. Olib tashlaymiz. 1ni zo'r sadikda o'qidi. Maktabda o'qidi, zo'r universitetni bitirdi, biznes ochdi, hamma narsa qildi. Nimaga teng u? 0 ga teng. Demak, jamiyatda pul topishimiz, boshqa narsa qilishimiz hammasi 0 ga teng agar tarbiyamiz bo'lmasa.